Ko'pchilik ayollarimiz bizga yozishadi. Erimni ko'p tergab qo'yibman, ko'p urushib qolyapmiz. Hayolimda xuddi e'tiborsizdek qolib ketyapman. Menga e'tibor berishini xohlayapman deyshadi. Keyin ularga men bitta tadqiqotni aytib beraman. Olimlar tadqiqot o'tkazishgan sichqonlarda nima qilishgan? Ular ikkita qafasga bir xil sichqonni qo'yishgan. Bitta sichqonga, bitta qafasdagi sichqonlarga hech nima berishmagan. Bitta qafasdagi sichqonlarga grizit qilish uchun, g'ajish uchun kunni bitta bir xil vaqtida o'sha narsa tashab turilgan va u sichqonlar asablari joyida bo'lib, juda ham yaxshi holatda bo'lgan. Bunisi bo'lsa, yomon asabiy holatda bo'lib, o'zini urib, boshqa qilib, yomon holatda bo'lgan. Bundan nima kelib chiqadi? Har doim ayol kishini shug'ullanishi kerak, o'zini qiziqadigan mashg'uloti bo'lishi kerak. Boring u arabskiy bo'ladimi, boring u til o'rganish bo'ladimi, boring u narsa tikish bo'ladimi. Farqi yo'q. O'zingizni mashg'ulotingiz bo'lishi kerak, hobbingiz bo'lishi kerak va kuniga hech bo'lmaganda yarim soat, 1 soat o'zingiz uchun sarflashingiz kerak. Meni oldimga kelayotgan ayollarimiz aytishadi: "Madina opa, mana shu mashg'ulotlarni, mana shu kurslarni, intim gimnastika mashg'ulotlarini ertalab vaqtli turib olaman. Ochiq havoda mazza qilaman, nafas olaman, mashqlarni qilaman, suvlarimni ichaman, vakuumlarni qilaman va kun davomida mazza qilib zo'r kayfiyatda yuraman." Nimaga bunaqa kayfiyatda yurishadi? Chunki ularni mashg'uloti bor, o'ziga qaraydi, o'ziga vaqt ajratadi. Qachonki ayol kishi o'zini ustida ishlasa, til o'rganadimi, boshqa qiladimi, o'ziga vaqt ajratsa, kun davomida shunaqa energiyada bo'ladi va erini tergashga ham vaqti bo'lmaydi. Bo'sh vaqti qolishi kerak emas. O'shandagina shunaqa zo'r kayfiyatda yurishini kafolatlanadi.